Sanam, komandang ham o'tmishdagi gaplar bilan o'zlaring aldab yurasanlar. Nima gapirsam ham, bor gapni gapiraman. Qishloqda zo'r bo'lganim bor gapmi? Qo'ysangchi. Bor gap. Barsa, Realga baribir kun bermaydi. San mana orqamdan mahallada zo'rman deb karlab yurasan. Ko'p gapirma. Esingdan chiqib qoldimi? Toshmatni to'yda seni o'zim himoya qilgandim. Qo'ysanglar-chi. Necha yildan beri bitta mavzu. Toshmat aka ham o'tgan oyda nevarasiga sunnat to'y qildi-yu, hali ham talashasizlar. Sen aralashma. Sen 40 yil gapirma. yoshlasizlar. Lekin hali ham talashganinglar talashgan. O'tgan o'yinda keyin bo'ltirgan basharangni ko'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ona qizim. Alaykum assalom. Mani qizim diplom bilan keldi. Ana endi maktabda bolalaringga dars bersa, barsa dunyodagi eng zo'r komanda deb qulog'iga quyadi. Achishdimi? To'g'ri. Dada, men jismoniy tarbiyadan dars bermayman-ku. Yana futbolda bo'lishyapsizlarmi? Qizim, kelajak avlod bilsin. Zo'rla, Barsada o'ynaydi. Barsada. Ko'ramiz o'yindan keyin shunaqa ko'rarmikansan. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Yur. Amaki, qo'ysangchi endi. Futbol, nima dunyoda futboldan boshqa narsa yo'qmi? Sen ham aytganimni qilib futbolchi bo'lganingda bunaqa gapirmasding. Men ham sen bilan faxrlanib yurardim. Endi men aybdormanmi? Himoya joyida. Shu trenerning telefoni bo'lsa-yu, aytsamda, Yamalni birinchi taymda tushir. Ha Vinger kerak-ku, Vinger. Amayla, yutyapti-yu. Yashang qizim, yashang. Mana, oling dada. Qizim, bu o'qishda imtihonlarni qiynalmasdan topshirib keldingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Unda gap bundoq. Anavi telefon degan matohni bu yoqqa oling. Mana dadajon. Bu sizga endi kerak emas. Toshkentda o'qib yurganingizda qayerdasan, nima qilyapsan deb sizdan xabar olishim uchun kerak edi. Endi kerak emas. Eson-omon imtihonlaringizni topshirib, o'qishingizni tugatib, bag'rimga qaytib keldingiz. Oxir telefonsiz. Bilaman jonim bolam. Telefonsiz qiyin-ku demoqchisiz. Ha. Menga otangizga ishoning. Bir haftada ko'nikib qolasiz. Hozir buni ichida miyani chalg'itadigan Telegram, Instagram, TikTok degan bir balolar bor. Agar ishga kirsangiz, men sizga o'zim kompyuter olib beraman. Ana o'shanda sizga kerakli ma'lumotlarni olasiz. Hozir har xil chiqayotgan trendlarga chalg'imang deyman-da, chalg'imang. Xo'sh, siz trendlarni qayerdan bilasiz? Har kuni ko'rib turibman. Har kuni. Sizga ko'rish mumkin-u, menga. Ha? Mumkin emas, bolam. Mumkin emas. Aytganimni qiling. Xo'p. Mayli, men ovqatga qaray qolay dada. Baraka toping. Buning paroli necha edi? Bering, o'zim ochib beraman. Yo tug'ilgan yilingmi? Bering, ochib beraman. Ma, ochib ber. Bering, ochib beraman. Voy, zaryadkasi o'chib qopti. Hozir qo'yib, keyin ochib beraman. Said, tez dalaga bor. Traktorni garajga olib kirib qo'y. Qor yog'sa, qorni tagida qolib ketmasin. Bahorda endi ishlaydigan paytda remont qilib yurmaylik. Xo'p, olib kirib qo'yaman. O'zi shu Bunaqa. traktorlaringizdan birortasini sotib olsangiz bo'larmidi? Nima? Unda sen nima qilasan? Men boshqa kasb tanlamoqchiman. Dalada emas, boshqa joyga bormoqchiman. Balki maktabga kirarman, balki maktabning yonidan do'kon ochib biznes qilarman. Tavba. O'zi hozir hamma biznesmen. Shundoq biznes qilsa-da, hamma boyib ketsa, ha? Seni dadang ham traktorchi bo'lgan. Amaking ham traktorchi bo'lgan. Sen ham traktorchi bo'lasan. Men bu traktorchilikda o'zimni ko'rmayapman. Traktorchi degani, qirol degani, qirol. Traktorchilik kasb emas, bu unvon. Qalaysan?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uygami? Ha, uyga. Ha, yura borib qo'yaman. Avtobusda keta qolaman. Nega? Dadang debmi? Taksida ketsang bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir. Shunaqa deyishini bilib, tayyorlanib keluvdim. Zo'r-ku. Xo'p. Uyi oldiga kelishingiz shartmidi? Ha, sen bilan mani uyimiz to'g'rima-to'g'ri-yu. Bo'pti, rahmat. Ey, Shahnozaga tayyorlab qo'yarsan, ha? Bo'pti. Assalomu alaykum, dadajon. Xo'sh qizim, ishlaring nima bo'ldi? Golmi? Ishga kirdim. Baraka top qizim. Boshlang'ich sinfga dars beraman. Молодец, kir uyga. Ha, Said, qalaysan? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ye? Taksichilik qilyapsanmi? Ha, endi ko'rmaysizmi? Hasan, traktor ham haydaysan, taksi ham haydaysanmi? Hammasi texnika-yu, aka, endi samolyot bersa, samolyotni ham haydab ketaveramiz. Dastavkani qilasanmi? Sizga yo'q deb bo'ladimi, Shokir aka? Ha, unda ke, mana bu bochkani olganda, o Abdulla akanga olib borib bergin, pulini u beradi. Hop. Bagajni och. Hop. Kelganing yaxshi bo'ldi-da. Ko'tarishardim-u? Ha, xafa bo'lasanda shu bochkani ko'tara olmaydimi deb o'yladilarmi deb. Ha, ko'tar. Ko'tar. Ha, o'zimni Lewandowskiyim. Ko'tar. Hozir ko'taryapman mana. Ha, bo'pti. Bo'pti, olib borib bera. Hop. Pulini u beradi. Hop. Xavotir olmang. Kerakmidi menga shu dahmaza? Ha, mayli. Ha, bo'lajak, qani aytam-ku. Ana, bizi davr keldi. Asl aynimas degan gaplar bor. Yamanli ko'rdingmi? Yamlami, yutdimi? Bor ey. Voy. Xafa bo'ldingmi? Hasan, doribozga shogird. Senga duxobadan ishton qilib beradi. Men buni yech. O'ldirdimmi? Yo'q, nech puldan tushdi endi? Yana yutqazdik. Hali ko'rasanlar. Borsangchi barsanga. Hali ko'rasanlar. Javob o'yini bo'ladi. Real. Baribir Real. Shokir aka sizni chaqiryapti. Nima dedi? Mendan qo'rqmasa tashqariga tez chiqsin dedi. Yurchi. Nima deysan? Orqaga qarab tur. Nimaga? Qarab tur. Ahmoq. Hali ko'ramiz. Sevara, ertaga ko'rishaylik. Maktabdan chiqishingni kutib turaman. Yo'q, bo'lmaydi. Dadamni bilasiz-ku. Maktab qorovuli Sobir akaga, magazinchi Zafar akaga, Somsapas, Botir akaga, hammaga tayinlab qo'yibdilar. Qizimni yonida kimnidir ko'rsanglar, menga aytinglar deb. Boshlariga yostiq qilarmikanlar shunda? Dadam meni yolg'iz o'zlari katta qildilar-ku. Shunga yer ko'kka ishonmaydilar. Qara, senga nima oldim? Voy, buncha zo'r. Lekin afsus ololmayman. Nimaga? Sen bilan yashirincha bo'lsa ham gaplashib turaman deb oldim-ku buni. Dadamdan yashirincha telefon tuta olmayman-da. Sen tutolmasang men tutaman. Olaver. Nimaga ekan? To'ydan keyin o'zim tutaman. Ungacha men ishlatib turaman. Nima? Men ishlatilgan telefon tutamanmi? Qizlar, sal urushmay turinglar. Men ham gapiray. Bitta telefonga shunchami? Hali ham o'sha qizdan O'zing-chi chiqsa. o'zing. Ber telefonni. Sayt aka keyin gaplashamiz. Sevara,
Polshalik futbolchining bosh bilan urgan ikkinchi goliga esa Real Madrid futbolchisi Eder Militaoning xatosi juda katta sabab bo'ldi. Eng qiziqarlisi ikkinchi bo'limda Amaki? Mbappe yana gol urdi. Ammo ikkinchi Amaki? gol ham ofsayd Nima deysan? sababli Keling bilan Shokir akalarnikiga sovchilikka chiqib keling. Yo'q. Urishadi qoidasi asosida Nega? Barselonadan Lamine Yamal hamda Rafinha Diaz Shu arzimagan futbolni debmi? Shu futbolni deb baxtli bo'la olmasam-a? Axir men Sevarani sevaman-ku. Boshqasini sev. Ertaga sevib kelsang, indinga sovchilikka boramiz. Oyning oxirida to'y. Qarabsanki, baxtlisan-da, Sayid. Men boshqasini seva olmayman. Yoshligimdan Sevarani sevaman. Barselonani gollardan qutqardi. Voy maraz. Real Madrid tarkibidan faqat Kylian Mbappe xato qildimi? Aslo yo'q, chunki jamoa qanotidan Bu o'yinchilar ham, murabbiy ham, direktori ham. Direktor emas. Prezident Real Madridni prezident boshqaradi. Florentino Perez. Nima farqi bor? Ular sizni kechasi bilan uxlamasdan asabiylashib chiqishingizni bilishmaydi. Hatto bu dunyoda borligingizni ham bilishmaydi. Men siz bilan bitta uyda yashayman. Dadam sizga vasiyat qilganlar. Uni ko'yniga qaragin deganlar. Shu ish sizdan chiqdimi? Sen unda 2 yosh bo'lgansan. Qayoqdan ham bilasan? Sovchilikka bormaysizmi? Boraman. Faqat Shokirnikiga emas. Shu futbolni deb-a? Ey xudoyim, shukular ham bormidi boshimda? Tennisga muxlis bo'ling. Mana bokschilarga qarang. Kamar medallarni qaysirib yotishibdi. Shularga muxlis bo'ling. Aslida men futbolchini emasman, Sayid. Gap boshqa yoqda. Qayoqda? Gapni bo'lmasang-chi. Sen bilmaysan. Aslida men Barselonaga emas, Shokirga qarshiman. U Barsaga muxlislik qilgani uchun men Realni tanlaganman. Maqsadim Shokirga kun bermaslik. Keling qayoqda? Oshxonada. Shokir bilan bolalikdan qalin do'st bo'lganmiz. Lekin u menga nomardlik qilgan. Gulchehra bilan bir-birimizni yaxshi ko'rardik. Shokir buni bilib turib unga uylanib olgan. O'sayd. Ha? Qayoqdan qayapsan? Ha, Shokir aka bu odammi deysiz? Ha, bu yoqdami? Ya, men sizni qidirayotgandim-da. Ha, nima gap? Ketmoningizni berib turing. G'alati emasmi? Ko'ryapsan-u, ishlatyapman. Unda bering. Men o'zim Menga qara bolam, kuniga 3 ta buqani ag'diraman. Bu nima bo'pti? bering, o'zimga bering. Men turganda shu yoshda ketmoqchi epasiz. Mayli. O'g'ling bo'lmagandan keyin shuda bolam. Nima ishlar bo'lsa aytavering. Mana men yordam beraman chiqib. Rahmat bolam, rahmat. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Ta'til nima rahmat. bo'ldi? Ertadan. Ha, mayli. Bor ichkariga kir. Xo'p. Bo'pti. Qayerga qarayapsan? Hech qayerga? Yo'q, qaragin. Haligi bilasizmi, Shokir aka meni zarur ishim chiqib qoldi. Ketmonni boshqalardan, Muxtor akadanmi, Ali akadanmi so'rab turarman. Charchamang, mayli. Rahmat. G'alati bola ekan-u. Endi maqtab turdim. Amakilaringga o'xshamay o'l. Vaa!
Voy, Sal qoldi-ya. sal qoldi. Bir yasardi-ya. Jin ursa. Qara. Ey, ana penalti. Penalti. Ey! Gol! Buni qara ya. Hey! Maraz. Yaxshi. Gol! Yaxshi. Gol! Ana Yaxshi. sol. Yaxshi. Ey! Ana endi yetdik. O'yin degani shunaqa bo'pti. Ana endi uylarga borib, yostig'ini quchoqlab yotsanglar ham bo'ladi. Ayniqsa Shokir deganlari. Bu bir marta omading keldi, asab buzma. Messining qaytib kelganda ham yordam bera olmasdi. O, Messiga til tekkizma. Messini gapirish senga emas. Voy, o'yin tugabdi-yu, ishkal bo'ladimi deymanda. Komandangam, Messingam bir tiyin. Nima? Ha? Men seni hozir javonga tashlayman. Tushundingmi? Javonga tashlayman. Qo'yvorlar. Qo'yvor dedim senga. Qo'yvor. Mashinani buzib qo'yaman. Tushundingmi? Mashinani buzib qo'yaman. Bo'ldi qisingcha. Ey, tinchlaninglar. Ey, sindiras aka. Bo'ldi. Yoqqa bering. Bo'ldi, yuvosh. Yuvosh. Ey, bo'ldi. Yoshligingda Kala yegan sinadi-ku, aka. kaltaklaring esingdan chiqdimi? Bo'ldi. Ketdik. Oy, boshim ketardi-ya, lekin futbol ko'rish atmay qilish kerak bo'pti. Dadasi, muzlab qoldi. Shartmi sizga shu hozir? Nima keragi bor shu doqmazani hozir? Ber. Bolamizni raddomdan olib kelganimizda ham ilmagansiz o'sha shartlarni. Jimdir. Sen qayoqdan ham tushunarding? Shuni puliga 4 kilo kartoshka berardi. Dadasi, Yan narsaga burningni suqma. 4 kilo kartoshka bo'lsin. Qoplab olib kelaman har yili daladan. ushang mamuni. To'xtab tari. Ey oling mamuni, toqat ketdim mana. Yiqilaman. Bo'ling tez-tez. Teskari bo'lib qoldi. Bilaman o'zim. Bilmayapsiz siz shuni. Men aytmasam qilmayapsiz shuni. Gapirma. Shartmidi shuni kechasi ilish. Undan ko'ra mana bu skochni to'g'riladi. Mana oling. Ben hozir ana shunday. Ana Ana qiyshayib qoldi. qo'yaver. Shokir ko'rsa bo'ldi. Boringa. Ye, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Nima qilib turibsiz aka bu yerda? Ko'rmaysanmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Ko'rmaysanmi? Shokir aka Sevarani ko'chaga chiqarmayapti.
darvozasiga tikilib o'tiribman. Sevarani ko'raman deb o'qishni bitirib kelishini shuncha kutdim. Yo'q. Endi bo'lsa darvozasiga tikilib o'tiribman. Gap bu yoqda deng. Uch qolmasa siz kiring. Jinnimisan? Qanaqa qilib? Shokir qassob degan nomi bo'lsa, aka ideya bor. Men sizga o'zim uyushtirib beraman. Telefon qilganda bittada ko'taring bo'ldi. Ideya bor. ko'taraman. Men ko'tarmas ekanman. 5 oling aka. Faqat to'yingizda sarpa-surunni zo'ridan, a? Sarpa-suruq senda aylansin uka. Bo'ldi. Men Sevarani ko'rsam bo'ldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Sevara, bilasanmi, men seni shunchalar sog'inyapmanki, agar ertaga ko'rishmasak, kasal bo'lib qolishim aniq. Hech bo'lmaganda shamollab qolaman. Ishonaman. Lekin 10 kun ko'chaga chiqa olmayman-da. Ta'til boshlandi-ku. Maktabga bormasam. Axir o'qituvchilar ham ta'tilda maktabga borib turadi-yu. Ha, biron bahona qilib chiqish imkoni yo'qmi? Bo'lmaydi. Direktor dadamni do'sti. Men haqimda har kun telefon qilib so'raydi. Abbo. Endi nima, oldingi zamondagilarga o'xshab xat yozib yuramizmi? Qaramaysanmi, tushib ketaman. Bo'l, endi meni ganim, bo'l. Nima dedi? Haligi uni ham sevgan qizi uy qamog'ida. Uni borib ko'rishimiz kerak edi, shuni aytibdi. Qizim, bu yoqqa qara. Dadam. Qo'shik. Qoch. Ko'p vaqtinglarni olib o'tirmayman. Qisqagina bitta iltimosimiz bor. Statistikaga qaraganda bizani ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan bitta iltimos, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Agar kontentlarimiz, filmlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ysanglar, bu bizga motivatsiya beradi. Hamda keyingi kinolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Har bir kontent keyingisidan ko'ra qiziqroq bo'lyapti. Bizani kuzatishda davom eting. Mana endi kinoni davomidan ko'rishinglar mumkin. G'aybulla. Uyimda bitta rozetka kuyib qolgan. Shuni almashtirish kerak. Bir dona. O'zim almashtiraman desam, yoshligimda tok urgan, qo'rqib qolganman. Shuni almashtirib ber. G'aybulla. Trek. G'aybulla. Bitta dona rozetka. Shuni almashtirib bergin. G'aybulla. Bitta dona rozetkani almashtirib bergin. Hop. Bitta dona. Hop. Hozirda. Qani. Bu emas, uyda. Foydasi yo'q, aka, foydasi yo'q. O'zim men sizga cho'tka elektrik topib beraman. Bugun kerak. Bo'ldi, bugun yarim soatda topaman. Faqat ichadigan bo'lmasin. Aka, ichmaydi, chakmaydi. Ishondimi? Aka. Bo'ldi dedim-u, yarim soat oldingizda bo'ladi. Xavotir olmang. Xayrli aka. Aka, turing. Turing, men sizga zo'r ish topib qo'ydim, aka, yuring. Temir. Timur degan o'rtoq iltimos. Hop, Timur. Qanani o'qishni deng? Keladi hozir. Bu sevgi meni o'ldiradi bor-ku, o'ldiradi. Battar bo'l. Kim aytdi? Shokir qassobning qizini yaxshi ko'rsin deb. Qochib tur. Kelmaysanmi tez? Ish hal qaruvchi aka. Elektrga bo'lasiz. Qanaqasiga? Shunaqasiga. G'aybulla akaning kiyimlari bor. Shunday yasantirib qo'yaman, cho'tka elektrga bo'lasiz. Men elektriklikni bilmayman. Elektriklik ham ishmi? Simma-simga ulis bo'ldi-da. Nima qilish kerak o'zi? Rezetga qo'yasiz oddiy. Rozetka ekani, qo'rqib o'tirasanmi? Bor, o'tiring aka, bo'ldi, o'tiring. Yuring. O'g'il bolaga ishmi shu?
Bitta rozetka alishtirsam bo'ldi. Ikkilanma, o'tir. Siz bormaysizmi? Begin emas. Yo'q, meni alashtirmanglar, bo'ldi. Kerak emas. Bo'pti. Shokir qassob ham uyga boradimi, sog' odam? Assalomu alaykum Shokir aka. Kel Said. Keldim. Elektrik kerak degan ekansiz. Chaqirdim, eshitmadingiz. Elektrik kerak degan ekansiz. Ha? Lekin sen elektrik emassan u. Men universalman. Bilasiz-ku, erkak kishiga 40 hunar rozi deganday. Ha, lekin har kuni har xil hunar ko'rsatmasdan bitta hunar ro'shaganing yaxshi emasmi? Pul kerak. Uylanmoqchiman. Men nima qilishim kerak? Hattoki pul yig'yapman. Ish bor degan ekansiz, kelaverdim. Berganingizni olib beraman. Bilasiz, bu yaqin o'rtada mendan boshqa hech qanaqa elektrik yo'q. Mayli. Mayli. Yur, ichkariga. Yur. Voy. Yur. Shuni almashtirib ber. Xo'p. Hozirda hozir. O'zi bilasanmi? Hozir aka. Mana. Mana shu qolib ketgan ekan. Men buni hozir ochaman. Agar kabel kuymagan bo'lsa, o'zini qaytib qo'yamiz. Agar simi kuygan bo'lsa, almashtiramiz. Bo'ladimi? Haligi faqat tepamda birov tursa yaxshi ishlamayman. Bo'ldi. Nayoqda bo'laman? Kerak bo'lsam chaqirarsan. Xo'p, shu sal tomoq qaqrab turuvdi. O'shanga. Qizim, choy ber. Bo'ldi? Bo'ldi? Rahmat. Hay, Choy olib keldim. Sevar, ha? Sen chiqmasang o'zim kelaman degandim-ku. Choyi biram zo'r damlaysan-da. Rostdanmi? Dada!
aqling tortganda shu ishlarni qilib yurmasding sen bola. Yo, traktorchilikning nimasi yomon, ha? O'zi Hojiboy Tojiboyev ham aytgan traktorlarning obro'si haqida. Yo, mashinani minib yuravermaysanmi? Kobalt olib berib qo'ygan bo'lsam. Manchurlikni kim qo'yib senga, ha? Manchurlikni. O'lib ketarding, ha? O'lib ketarding. Shunaqa ham tushundim. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Uyimni bitta chetadan chakka o'tib Shipirilni to'g'irladim. 1-2 metr joyini suv qilish kerak. Kechki oshmandan. Nima deysizlar? Bo'ldi, boramiz. Ya, rahmat bolalar. Yo'q demaymiz-ku. Shokir qassob degan noming bor. Shu 4 qarit joyni suv qilish uchun hammani loyga belamoqchimisan, Shokir? Zokir aka, bu nima deganingiz? Qachon hasharga yo'q deganmiz aka? Boramiz aka, boramiz. Rahmat. Rahmat bolalar. Boramiz. Zokir, borging kelmasa, borma. Nima qilasan odamlarni ayntib? Men ayntayotganim yo'q. Nima qilasan odamlarni ovora qilib? Odam yollaginda tomsuvog'ingni bitqiz. Men pulini beraman. Ishdan charchab kelgan odamlar bularning hammasi. Men sen pulingga qarab qolgan joyim yo'q. O'zim ham suv qildirib olamanmi? Sen menga yana tishingni qayrading-a? Zokir. Men sen bilan keyin gaplashaman. Shokir. Mayli. Bo'pti, mayli. O'tiraveringlar. Bezda bo'lmanglar, o'tiraveringlar. Boramiz. Mayli. og'ayni. Sen bilmaysan-da uni. Tashay. Iloji bo'lsa bugun uka. Ayyo aka, bugun umuman ilojimiz yo'q. Bir haftalarda bo'shab qolamiz. Yo, bir haftalarda yomg'ir, qor yog'ib qoladimi deyman-da. Shifiri yopgan bo'lsangiz qayoqdan o'tadi aka? Yo, baribir suvab qo'ygan yaxshi-da. Iloji yo'q-da aka. Ishimiz ko'p. Ha, mayli. Faqat xafa bo'lmaysiz. Mayli. Said? Tirik ekansan-u, odamni qo'rqitding, Ke. Said, bormisan? Yaxshimisan? Qo'rqitib yording. To'q urmaydimi? Yo'q. Hazillashdim. Suv qilishni bilasanmi? Bilsam kerak. Malades. Universal. Tom suv. Oddiy. Devor suvashdan ham oson. Bitta o'rtog'ing topasan. Pastdan uzatadi. Sen suysan. Tez bo'lasizlar. Bo'ladimi? Sizga yo'da bo'ladimi, Shokir aka? Aylanib ketdi. O'pardimi katta bo'lasan-da. Yur. Sal yegil. Bersang-chi. Qarab turmasdan. Bo'l. Hozir Kelayni ber. Nima bo'ldi senga? Uzr. Qarang. Nima bo'ldi? Tezroq doktor chaqiring. Said aka. O'ldi. Sizni bo'ldi. O'lmadi. O'ldirdingiz o'rtog'imni. O'lmadi. Said aka, turing, eshityapsizmi? Sun'iy nafas berish kerak bunga.
doktor chaqiraylik. Chaqiring. Hozir. Loyiniyam. Kerakmi-ya bizga shu? O'zi kelmadi-ku, o'lib qolmadimi? Yo, tirik. Voy Xushnut. Qattasan ey. Xushnut. Aka. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Odilning nomeri bormi? Qaysi? Veterinar. Ha, shaharga ko'chib ketgan-ku. Qishloqda mol doktori yo'q-a? Nega shunaqa? Mol doktor qidirayotgan bo'lsangiz, qishloqdagi mol doktori o'zi ham kasal. Nima bo'ldi o'zi? Sigirim 3 kundan beri hech narsa yemayapti. Ha. Suv ichyaptimi? Kecha bir marta ichdi. Aka, men sizga mol doktorni o'zimiz o'rnini topib beraman. Siz uyga boravering. Men gaplashib olib boraman. Endi hozir hamma mol doktorlikka emas, odam doktorlikka o'qiyapti. Shunaqa aka. Nega? U ham kontrakt, bu ham kontrakt. Odam davolash ham obro'li, ham foydali. Shuning uchun ham hamma odam doktori, mol doktor kam. Yaxshimi o'zi, tuzukmi? Aka, siz ham taniysiz, zo'r doktor aka. Siz cho'chimang aka, bo'ldi. Men bormadim. Ishondimi? Aka, xavotir olmang bo'ldi. Cho'tki doktor aka, kechga olib boraman. Alo. Sayt aka? Eshitaman. Sizga yordam qilaman deganmidim? Qanaqa yordam? Qaysi? O'sha ish hal bo'ldi. Qaysi ish? Senga aytgan ishimmi? Ishdan keyin o'taman, gaplashamiz. Tayyor bo'lib turing. Xo'p, kutaman. Kelinglar. Bemor qani? Qanaqa bemor? Sigiringizni so'rayapti. Molxonada? Hozir ko'ramiz. Xushnut. Ha? Bu Said qachondan beri veterinar bo'lib qoldi? Aka, Odil akaning shogirdi bo'ladi bu. Maktabda yurgan paytlari yoz kanikulda doim yonida bo'lgan. Bilmasmidingiz? Yo'q, bilmasdim. Aka, zo'r davolaydi bu. Ha, aka. Mayli, davolasin chiqani, mayli. Shunaqa. Sizga topshirdim aka unda. Mayli. Said? O Said. Hey. Said. Said. Davolay olasanmi o'zi? Davolaymiz. Bir chana iloji bormi faqat? Choy bilan davolaysanmi? Yo'q, choy menga. Tomog'im qaqrab ketdi. O'zi bilan qaysi biri kasal? Mana mashinasi kasal. Bumi? Ha. Bo'ldi. Endi ozgina u yoq bu yoqdan kuzatib qarab tekshiramiz. Ha, mayli. Tekshir, ko'r, lekin odam og'riq, tepadigan odati bor. Xo'p. Ehtiyot bo'lasan. Qizim, choy damlab ber. Said, aytarsana yordam kerak bo'lsa. Xo'p, o'zim eplayman. Xavotirlamang. Ha? Mayli, davola, qani bir ko'ringchi. Nima qildim, ha? Endi seni qo'lingdan ham choy ichadigan kun bor ekan-ku. Bu sen uchun va Go'mish sen uchun. Adaringga la'nat, Go'mish. Said, men senga aytgandim. Men seni ogohlantirgan edim. Aka, bu kishida qasdingiz bormi? 3-marta olib ketyapmiz u yuzdan.
Qasdi bor buni. Menda qasdi bor buni. Hali kelaylik, gaplashamiz. Ko'rasan hali. Dada, endi nima qilamiz? Go'mish sotamiz. Nimaga? Ubitsa bo'lib qopti u. O bu yoqqa qara. Ha, Shokir aka, yaxshimisiz? Ana mol doktoringni Ha, aka. odam doktori olib ketdi. Ha, eshitdim aka. Endi molingiz ham yomon ekanda. Men uni ogohlantirdim. O'zi beparvo bo'ldi. Ha. Bitta suzdi. Ha. O'lik idishiga ozgina qoldi. Ha, endi aka, molda nima ham deymiz? O Said, Hozir aka, 1 daqiqada qaytaman. yodamisan? Senga ishongan men kalman. Men bir narsani sezib qoldim. Qizim. Agar qo'ni qo'shnilar orasida gap oralasa, men o'sha Saidni qassobligim tutib qolib, so'yaman qizim. Shokir aka, iltimos. Rosa yetilibsan o'zi ham. Dadajon. Sizni yuzingiz yerga qaratmayman. Lekin Said aka, Zokir akani jiyani bo'lgani uchun shunaqa qilyapsiz-a? Yo'q. O'zbek bo'lganim uchun. O'zbek bo'lganim uchun. Oldin sovchilar jo'natiladi bizni urf-odatga ko'ra. Qolgan gaplar keyin gaplashiladi. Sizni yolg'iz o'zim onasiz katta qildim. Men mahallada o'zi eplolmabdi degan gapni tarqalishini xohlamayman. Yuzingizni yerga qaratmayman, dadajon. Hech qachon sizni uyaltirib qo'ymayman. Hali bor. Hozir. Tushunmadim. Hechim yo'q-ku. Kim o'tdi? Shokir aka, nima qilib yuribsan?
Siz noto'g'ri tushundingiz. Mani uyim aeroportmi sanga? Samolyot uchirsan? Men qizga uylanmoqchiman. Nima qilmoqchisan? Uylanmoqchiman. Qo'yavering. Yoqqa yurchi, yoqqa yursanga ko'rsatib qo'yaman uylanishni. Shokir aka, iltimos. O'ldirmang. Meni niyatim yaxshi. Men qizga uylanmoqchiman. Hamma kim bilan siz sovchilikka chiqing desam chiqmayaptilar. She. Yor. Yor. Shunimi? Ye? Bo'ldimi? Boltani bu yoqqa ol. Amakinga ayt. Chiqsin. Xo'p. Maylimi, ketaversam? Bor. Rahmat. Maniki-yu. Maniki-yu. Qizim. Hey Timur. Temur emas, Timur. Xo'p, xullas Timur. Shu qiz bilan uchrashaman deb o'lib ketmasam bo'ldi. Ayb o'zingda. 5 kun sabr qila olmayapsan. 5 kun kutgim ishga chiqadi, bo'ldi, keyin uchrashaverasan. Ey, senga doktorlar nima deganda? Tashqariga chiqmagin deganda. Kamida 3 kun yot deyishgan. U yoqdan bu yoqqa o'tib yuribsan. Buni joni qattiq Zokir aka. Balo ham urmas ekan bunga. Yuragim siqilib ketdi-yo'g'ri. Siz menga mehribonchilik qilgandan ko'ra chiqing sovchilikka. Yo'q. Bitta qizni deb o'zingni osmoqchimisan? Qanaqa qiz? Dalaga ketyapman. Ana u qora sigiringiz dalaga chiqib ketibdi. Borib olib kelay endi. U ham o'ziga o'xshagan qaysar. Aka, bora qoling endi. Sen tushunmaysan-da. Nimasini tushunishim kerak? Siz Saidni tushuning. Bunaqada odoy tomon bo'ladi. Sog' joyi qolmaydi buni. Bu Shokirni bilmaysan-da. Menga qarang. O'sha Gulchehrani debmi, a? Qanaqa Gulchehra? Nima deyapsan, xotin? Hammasini bilaman. Ertagayoq sovchilikka boramiz. Bo'lmasa, bolalarimni olib, onamnikiga ketaman. Aka, boravering. Qaytanga yaxshi-ku. Bilasizmi? Bu xudichi Di Stefano yoki Figuni Barsadan Realga o'tkazib olganda ekan. Barsachini qizi Realchiga kelin bo'ladi. Yana bitta Barsachi kamayadi, bitta Realchi ko'payadi. Bu bizga foydaga ishlaydi. Endi qo'shni Xudo bo'lamiz-da, Xudo xolasa. Ilohi amin. Qo'shgani bilan qo'shaqarsin. Baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Bo'ldi. Begim, choydan oling. Rahmat. Shokir. Qalaysan qo'shni? Qo'shni emas, quda deyver. Quddajon. Bugun o'yin bor.
Bilasanmi? Bilaman. Xushnudni dadasi televizor yig'ishtirib tashlabdi-yu. Endi choyxonada futbol ko'rishi yo'q. Uyda ko'rib qo'yaveramiz. Menga qara. Mani uyimda hech kim yo'q. Bemalol baqa-chaqir qilib ko'ramizmi? Tayyormisan o'zi? O'zingchi? Mana. Mani barsa zo'rda o'rtoq. Sani regaling ham kamandami? Qo'ysang tushganman-da.